Mangitdan zo'r uy qidirib yurganlarga sizlarga zo'r variant topib qo'ydim. Buning manzili Mangitdan sentrdan keltirganda 5 hujumga kirganda Pamyatlikning manglayidagi, ya'ni Jayxun ko'chada 29-uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Umumiy maydoni 29 sotik, tayyor. Uyning egalari Qozog'istonga ko'chish munosabati bilan uy sotilyapti. Hamma narsasi qoladi bir ko'rpa to'shagidan tashqari. Mana shu uyimizning obzorini boshlashdan oldin bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xudo xolasa yaqin arada bizning YouTube kanaliga obuna bo'lganlar ichimdan zo'r sovg'alar xudo xolasa o'ynaladi, xudo xolasa sovg'alarni tarqatamiz. Endi manzilni bir qadar tushuntiraman. Buning manziliga keladigan bo'lsak, Mangitdan sentrdan kelganda, ya'ni 5 hujumga kirganimizda Pamyatlikning manglayidagi Jayxun ko'chada sotilayotgan, ya'ni 6 sotikda tayyor uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Mana shu o'rimiz obzorini batafsil ko'rishingiz mumkin. 5 hujum Pamyatlikning oldi bilan Jayxun ko'chaga tushib kelganimizda chap qo'limizda 29-uyimiz xudo sotuvga qo'yilyapti. Gaz, suv, svet bu yerda muammo emas. Bu Wi-Fi hamma narsasi bor. Bu yerimiz gulzona qilib ishlagan ekan. Bu yerimizda yuzumlar minaki ko'rsizlar bo'ladi. Uyga mehrdan zo'rini bergan ekan. Bu yerimiz kirgan yerimiz, mana holimiz, ko'rsizlar bo'ladi. Dalan desak ham bo'ladi. Bizning oldimizda shebamizda, bu yerimizda katyollari minaki chiroyli qilib, moshni qilib ishlagan. Bu yerimizda minaki suv nasozlari, vodoprovodlar kelib turibdi. Wi-Fi hamma narsa o'tgan uyimizga. Uyimizda jamiki hamma narsa qoladi. Ko'rpa to'shaklardan tashqari mebel, gilam, hamma narsasi pardalardan qoladi. Uyimiz chiroyli qilib ishlangan, patologlarni ko'rsatib bo'ladi, moshni qilib ishlangan, lyustralardan zo'rindan qo'ygan ekan. Endi bu yerimizda 3 xonasi bor. Bo'rimiz bunga kirgan koridor, hamma yer aboylanib, chiroyli qilib eshiklardan, yaxshi eshiklardan qo'yilgan mana shunday holatda. Gilamlar hamma narsasi qoladi, mebellar qoladi. Mana bu yerimiz patologlarni ko'rsatib bo'ladi, moshni qilib, zal qilib ishlagan ekan bo'rimizda. Hamma yerda cho'yim batareyalar, buni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Lyustralar hammasi zo'r qilib ishlangan. Bu yerimizda TV zonalari ko'rsatib bo'ladi. Mana shu uyimiz xudo xolasa sotuvga chiqyapti. Endi bu bo'lmasa bu yerimizda yana bir xonasi menaki ko'rsatib bo'ladi. Patologlarni alohida e'tibor berasizlar. 3.20 shu atrofida patologimizning balandligi, bo'yi. Menaki pardalarni ko'rsatib bo'ladi, gilamlar hamma narsasi zo'r qilib ishlangan. Endi bu bo'lsa, bu yerimizdagi keyingi xonalari bilan tanishtirib o'taman. Undan oldin sizlar like, podpiskani bosib qo'yamiz YouTube kanalimizga. Bu yerimizda menaki bir xonasi ko'rsatib bo'ladi. Bo'rlarimiz ham patologlarni alohida mehr berilgan, aboylar qilingan, cho'yim batareyalar qo'yilgan. Ko'rsatib bo'ladi. Bu yerimiz bo'lsa yana bir zali. Buni ko'rsatib bo'ladi, chiroyli qilib ishlangan. Aboylar hamma narsasi patologlar ham moshni qilib ishlangan ekan. Ko'rsatib bo'ladi. Bu yerimiz bo'lsa yana bir xonasi spalni desadan bo'ladi. Mana ko'rsatib bo'ladi, patologlarga alohida mehr berilgan. Bu yerga qo'shimcha pesh bor ekan. Bu yerda plus cho'yim batareya. Cho'yim batareyani bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Har videomizda aytamiz. Mana shunday ko'rsatib bo'ladi. Bu yerimizda bo'lsa yana bir xonasi. Bu detskiy xona dedilar. Mana shu yerda mana chiroyli qilib ishlangan. Bo'rimiz mustahkam qurilgan. Ko'rsatib bo'ladi. Bu yerimizda menaki Wi-Fi'lar o'tirilgan. Bemalol ishlataverasizlar. Hech narsadan muammosi yo'q. Parda, gilam hamma narsasi qoladi, mebellardan. Uyning egalari Qozog'istonga ko'chish munosabati bilan mana shunday sotilyapti. Bo'rimiz bo'lsa orqa tarafi bog' qilib ishlangan. Bu yerimizda choy-poy ichib, o'tiradigan yerimiz, saya salqin joyda. Bu yerimizda bo'lsa kiyishda, salqinda, toza havoda uxlayman degan akalarimiz uchun topchalardan bor ekan. Orqa tarafida shunday zo'r qilib bag'ishlangan, hozir bir qator ko'rsataman. Bundan oldin bu yerimizda kuxnyamiz bor. Kuxnyamizdan xolodilniklari qoladi. Bu yerimizda mebellar hammasi gaz plita qoladi. Aristolarnachi hamma narsa qoladi mana shu yerda. Endi bu bo'lsa bog'ini, keyin turib banyasini bir qator tanishtirib o'taman. Bog'ina shunday mehr berilgan ekan, ko'rsatib bo'ladi. Pomidorlarni qanday yetishtirib o'tirgandan ko'rsatib bo'ladi. Bu yerimizda mevali daraxtlari, yuzumlari hammasi chiroyli qilib qaralib ekan. Endi xudo xolasa Alloh odamlar mana shu narsalarga e'tibor bersa, bu yerimizda rakovinalar bilan ko'rsatib bo'ladi. Endi bu yerimizda kir mashin, bu yerimizda banyasi menaki. Banyasidan moshni qilib ishlangan. Biri issiq suvga, biri muzday suvga moslab bachok qo'yilgan ekan. Bu yerimizda menaki kichkina kam xarajat bilan suv isitib yuvinaman desadan bo'ladi ekan. O'tin bilan isitib yuvinaman desadan bo'ladi ekan, gaz bilan. Mana shu holatda banyamiz xudo xolasa.
Endi bu tomon bo'lsa, bu yoqimizda orqa tarafida qisqacha tandirlari bor. Bu yoqimizda shunday kladovka uchun moslab, mana shunday chetaklaridan bor. O'zingizga moslab, bu yoqimizda endi qo'ra shunday narsalar. Bu yoqimizda tualet. Mana shunday xudo xolasa uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Endi bu uyimizning narxini aytishdan oldin bizlarning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiyani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Va like bilan kommentariylarda ayamaymiz do'stlar. Bizlarning rivojlanishimiz uchun, ya'ni Mahmud Makra kanalining YouTube kanalining rivojlanishi uchun o'z hissangizni qo'shganingizdan xursandmiz. Endi bo'rding narxini keladigan bo'lsak, dokument hamma narsasi soz, narxini bo'lgan bo'lsa 790 million so'm aytilyapti. Yana tayin aytishamiz, tartishamiz, kelishamiz degan yerlari bor. Bemalol uyning egalarini telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Uyning egalarining nomerlarini hammasini opsiyaniyada yozib qoldiraman ma'lumotlarni. Batafsil telefon qilib so'rasanglar bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mahmud Makra kanali.